Kim bölcürge yeydi o? Rahmet, ben yemeyim. Allah. Bek tatlı. Şatut tatlık. Titip bakalım sen. Titip şatut. Titip. Me al. Neymiş kıldın Seyfi'din? O aldandı. Ne kısan günah buldu. Vay biçare kuş. Neymiş batadı? Şatot enra batadı bu. Seyfi'den kolunu aç. He mana. Yana bir kolunu mu? Kızılmoç. Men şatut çaqçaq qildim. Bunda kısan bağır taşlı kılgan bulsa. Edep kaydıgen güçe bugünlük san oyun tamaşa tatıq türümler mi yok? Anıldın mı Seyfi'din? Hemiz şatutma sebebidim ma? Başka neymiş bulattı? Man, yatığınga kirip ket. Onamdan qilgan to'g'rimi buva? To'g'ri, albatta to'g'ri. Meni yaxshi ko'rmaydi ekan. Undaq emas. Bek yaxshi ko'rganlikdan shunday qildi, bola. Hammasi shotut sababchi. Angla Seyfiddin. Kunlarning birida cho'ng odam bo'lasan. Balkim hokim bo'lib nurg'un kishilarga mas'ul bo'lasan. Ojizlarni bo'zaq qilishga hargiz bo'lmaydi. Tushundim buva. Chiqqan junda qilmayman. Meni kechirib etdingmi buva? Ha, avval kimga o'g'il qilgan bo'lsam, Kechirgin. Ola mig'ziya. Kızılmoç yak. Kızılmoç ah. qo'rqma Shatut. Men avval birini yeb baqaychi, ha? Temlik. Şatut temlik. Kızılmoç yak. Bu qildingmi buva? Endi qisning davomini aytib beramdilar? Anangiz qo'shilsa aytib beraman. Şahzadelerge yaraşmaydıgan kepsizlik qilgandi. Shundaqdimi o'tiq kichik jazosini tatib oldi. Qaz kalan bu ishqa his tuyg'ulari bilan muomala qilyotidi, ha? Qozi bo'lgan odammo navirlarga boshqa insonlarga o'xshashli muomala qiladi, qizim. Bo'pti, bu mislining haqlari. Seyfiddin menga qayta bundaq qilmaslikqa va'da berdi. Va'dasi turishga ishonchim bor, qizim. İnşallah ata. Kechlik tamoq vaqtimi tayyor bo'lib qopti. Va'dida sizlar yaxshi ko'radigan tamoqlarni tayyorlabdi. Alhamdulillahi robbil alamin. Sınışık bulgay ilahim. Tamoqingiz o'xshabdi va'dida. Endi qusini aytibsizlar buva. Savutni urilgan to'man ahvol qandoq bo'lib ketgandi? Buvanlarni azroq aramag'il qo'yinglar. Hech qisi yo'q. Qayerga kelgan edik? Allah Taola'nın o'g'lining kimligini isbotlaydigan oyat nozil bo'lgan yerga. Yahudining oqlangan yeriga. Tövbe intayin bir aram boptu. O qilmishini inkar qilolmaydi. Tövbe musulmonlikdan tenibdi. Makka kuffarlari himoya ostiga olsin deb Makkaga qochib ketishni qaror qildi. Seyin bo'lgan bo'lsa, azroq bergan bo'lsang, obes. Soğuğa ama yolumuz tolum uzun. Avaylab işimizek bo'lmaydi Töme beyim. Istaqtirlar, sıqdan chidiqilib bo'lmayvassa. Qanday qilaman? Yağlıqını içivet. İçivetsen isip ketmeyse.
Hazırlam içivet. Turiversin. Başkalar körüp qarğınıdın köre. İstəsən meyli. Ensirme dökme. Men bu sana okşaşla Muhammed'ke öşmellik kılıvatımen komana. Şuna, mən bu seni həmraq varan emas mı abis? Mekke'de ne düşümez dökme bigim. Bilmeyme. Mədinidə turanmağını belə bilmə. Yəni turan bolsam ulan mənim qolumni şartdıdan kesilib təpdi abis. Ensirme dökme. Mekke'de bir yeni bilime. Ola seni çokum yaxşı kütüp alalaydı. Ahir yitip geldi ok dökme bigim. Ulanın məni kütüylüşüğü cəsin qılalamsa. Bağanda bilip kalısan. Mekke kattibişi Said'nin kızı Selafe. Hoş kepsiler abis. Dökme. Muhammed'nin dininden yüz örüp silahını panahta atıp geldi. Karşı alımız. Mihmallığa, mal suyunla. Siz məni tonamsız hürmetli xanım. Muhammed'in düşmün boğallığını yeterlik. Musulmanlar Uhud oruşuda iki oğlum öldürüp etken. Şulanın kısasını almaq için köğlüm aram tapmaydı. Qısasınızı ilişqa yardımcı mən. Amma qanda qısas ilişini bilmedim. Faqatla. Xanemde ken kuşadı durun. Öyümüz İslam ve Musulmanlığa karşı küreş kıldık Allah için. Her daim ucuk. Allah yo'lidagi qarindoshlarim, sizlarni qarshi olaman. Taqsir. Biz silini to'maga bo'lashqanligimiz uchun bizga yomon ko'zda qaramdikin deb o'ylab qapdik. Allah sizlarni kechirgay. İki kabile arasında fitne terilmesin deb haqiqat ko'z yumib turibdi emasmi? Avislik, hazrachlik deb qabilevozlik qilib yurmasligimiz uchun islom dini hammamizni targ'oqlashtirdik baravar ko'rdi. To'g'ri aytding qarindishim. To'madan biror xabar bormi? Dindan yüz örüp Madinadan qochib ketdi. Uning haqida oyat nozil bo'ldi. U o'zining mushrik ekanligini iqror qilib, Allohning rahmatini butunlay quruq qoldi. U ziyon tortishlardan bo'lib ketdi. Musulmanların bu menzesini görüp yayırvalgın tüpme. Pişqirim issiqda yayıramaydı ekan mən. Qiyin qistaqqa elinayotgan bir top pullağı var şu. Azraq bolsun dil yaranı yengiletmem diken. Mening dil yaram yo'q. Musulmonlar o'g'illarimizni o'ldirib ketgachkilar ularga qarshi kurash qilyapsiz xonim. Mening ishim uning o'xshamaydi. Qandaq siga? Rozi tut, jihad qil, o'g'irlik qilma, sharob ichma, ko'ngil ochma degandek islomning qoida tuzumlariga chidamag'achqa ularning dinidan yuz o'rganman. Angladingizmi? Mundaq de, nefsinin kulu kensen de. Kul bende. İslamның qoida tuzumlariga chidamag'achqa yuz o'rganman. Ondaq nim qilmoqchisan? Ko'nglimdagi haqiqiy gapni qilsam. G'alit o'ylaydigan odam kensen. İkimizning yo'limiz o'xshamaydi ekan emasmi? Ko'nglimdagi haqiqiy gapni qilsam, Makkadan ketaman. O'zini sevamni boshqa joylardan, boshqa joylardan izlayman. Seni ilahlar öz panayı saxlasın. Yolun ochiq bo'lsin. Siznimi ilahlar saqlasin xonim. Manga oltin kumush bo'lsalar bo'ldi. Nega bormoqchi, hey yigit? Bu yo'lovchilar kemasi emasmi? Yo'lovchilar kemasi. 5 tillat o'lisan, ondan chiqa olaysan. 5 tillat degin. Mana, ala, ma. Oldidim-ku. Endi yo'lni bo'shat.
Kemining nega borganligini so'ramamsan? Mana baribir. Mekkadimi, Madinadimi dengiz yo'q. Shunga men xotirjam oylansamla bo'ladi. Anladingmi? Haqsiz tamoq yo'q. Yeyman desang, yana 3 tanga bersan. 3 tanga. Allah. Ala. İşçimlik uchun yana 2 tanga ber. Nimanda to'g'ri gapim var sening. Endi bermayman. Og'chi berdim-ku. Bo'pti, ixtiyoring. Usab qolsang, dengiz suyini ishkin. Menga chiq tayyorlaninglar. Xush kelibsan, abis. Yangi xabar bormi? To'qma bilan ko'rishgili kelgan edim. U bizni yoqtirmay ketib qoldi. Nega ketdi, ha? Bilmayman. Madinadan Makkaga yo'l boshlab kelganimga men 2 tilla qarz edi. Endi qanday qilaman? Qanday qilaman? Nimish bu yerga ep kelgan hamon ombiding? İştepib qaytirib bermoqchi bo'lgan edi. Men uningga mo'hlat bergan edim. Bo'pti, menga ozroq yordamlashgan. Qarzni men to'lab etay. Sizga ko'p rahmat, og'ja. Nima? Tillalarim yo'qtirdi. Yaxshiroq qarab beqing. Boshqa yerda qo'yganmidingiz ya? Yo'q, mush sanduqdan boshqa ish yerga qo'ymaydi. Liq oltin kumush botdi. İlahlar qaytirib bera. Bizga ilahlarimiz qaytirib bera. Endi qandoqmi qilamiz? İlahlar bera? Endi tushundim. Endi tushundim. İnahla öz panaydı saqla. Mana bu altınla yetidi. Nimani tushundingiz? O'g'ri to'qma, ikki elimizni aldab demasmi? Tillalarim. Kemichi xilofni masxara qiladigan yoki uni bulaydigan bir asdiq tug'ilmidi. Sen nima deyapsan? Qashi sapli xanjirim yo'qab ketdi. Yininglarni aqtirman. Hammani aqtirman. Bizdek isil zodlarga undaq tuhmat qilib ketni otamsa, undaq qilishingga hargiz yo'l qo'yamayman. Hammanglarni aqtirman. Avval sendan boshlayman. Qo'yib etish. Meni aqtiramaysan. Qo'yib etish dedim. Bu nima? Ha? Xanjar sening xo'jiningda nemish qiladi? Men bu bilmedim. Dolqunda balig'ingdan tushib ketib kirib qolgan o'xshaydi. U o'g'ri. Dengizda o'g'rilarning faqat birli jazosi bor. U ablah. Qo'limni kesamsizlar? Yo'q, biz undaq insofsiz emas. Dengizga tashlab o'tamiz. Ya undaq qilmanglar. Men suv uzishni bilmayman. Nimaga aldiraytding? Asta o'rganib olasan. Tashlaytinglar. Yo'q, men o'lsam bo'lmaydi. Tashlaytinglar. Deganimda qilinglar. Deganimda qilinglar. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Ulug' Alloh rost aytadi. To'qmadingiz o'lib ketdimi? Tarixiy rivoyatlarda voqelik o'xshamagan 3 xil shaklda oxirlashgan. Birinchisi To'qma dengizda g'arqib o'lgan. Ikkinchisi buva Madinadagi bir uyga o'g'irlik kirganda uning temi besib elib o'lib ketgan deyiladi. Yana birisi-chu? Bani Sulaym degan jilg'ani makon tutib o'lib ketkicha butqa ibodat qilib yashagan deyiladi. Undaqda siz bizga nima uchun birinchi xilni aytib berdingiz? Amaliyotda u g'arqib o'lgan. Ya'ni suvga, dengizga tashlanishdan burunla gunoh ma'siyatlarga g'arqib ketgan.
aroqni halol deb bilgan, Allohga va payg'ambarlarga ergashmaganlikdan tugishib ketgan. Tesbih bilen turgan bulut, kılgay dua kökte yürür. Can kılganğa sultanligen, ah köngüllenik kürür. Yığazar birle kudur, yum tüker gözyaşlarını. Taşlı aşka bağrı taşlar, peygamberni tirik kül. Dağlar yer başını, ismin tüker yaşını. Kabul eyle Allah'ın tevbimizni. Rahim eyle bendiniz bir. Hem tutulmaz hem acayip Kur'an'da var hakiki İslam. Dağlar yer başını, ismin tüker yaşını. Kabul eyle Allah'ım tevbimizni. Rahim eyle bendiniz bir. Zahitler ki ibadetkarlar, mağrurluğu kuru koyar. Nefsinin kuluyum sanlar, akibette hayran bular. Tövbe kılsa günahkarlar, nurlar dolar. Tevbikarga iman kanattır, pervaz qilib kuyib uçar. Dağlar yer başını, ismin tüker yaşını. Kabul eyle Allah'ım tevhid.